Hazreti İsa elçilerinin faaliyetleri. Birinci bab. Hürmetlik Teofilos. Dastlabki xetimde Hazreti İsa özünün vazifasini başlagandan tatib, toki osmonga ko'tarilguncha qilgan hamma ishlarini ve bergan barliq ta'limlarini bayon qilgan edim. U osmonga ko'tarilishdan ilgari Xudoning muqaddas ruhining kuch-qudrati bilan o'zi tanlagan elchilariga yo'l yo'riqlarni bergan edi. U o'lib, tirilgandan keyingi 40 kun ichida ularga ko'p qitim ko'rinib, o'zining tirildirilganligining shaksiz ekanligini nurg'un faktlar bilan isbotlagan edi va Xudoning podshohligiga doir so'zlarni qilgan edi. Bir qitim Hazreti İsa elçiler bilan g'izlanayotganda ularga yo'l yo'riq berib mundaq dedi. Yerusalim shahridan ayrilmay, men sizlarga aytganimdek, Xudo otam sizlarga berishni va'da qilgan muqaddas ruhni kutinglar. Chunki Yahyo payg'ambar kishilarni suvda cho'mildirdi. Sizlar bo'lsanglar, bir necha kun ichida Xudoning muqaddas ruhiga cho'mildirsizlar. Elchilar Hazreti İsa bilan jam bo'lgan vaqtda uningdan: "Ey Rabbimiz, shu vaqtda İsroilya podshohligini asli keltirmoqchimisiz?" deb so'radi. Hazreti İsa ularga mundaq dedi: "Xudo otam u vaqt soatni o'z huquqiga asosan belgilagan. Sizlarning buni bilishinglar tegishli emas. Biroq shuni bilishinglar kerakki, muqaddas ruh vujudinglarga tushganda sizlar kuch-qudratga to'lib Yerusalim, butun Yahudiya va Samariya o'lkalari, hatto dunyoning bulun-puchqoqlarigacha bana guvochi bo'lasizlar." Hazreti İsa bu so'zlarni qilib bo'lib, ularning ko'z oldida osmonga ko'tarildi. Bir parcha bulutning o'rilishi bilan u ko'pchilikning nazaridan g'oyib bo'ldi. U osmonga ko'tarilganda elchilar ko'zlarini ko'kka tikib qarshib qoldi. To'satdan ularning yenda oq kiyim kiygan, odam qiyofatidagi ikki farishta paydo bo'lib, "Ey jalilliklar, nemishqa bu yerda osmonga qarab tursizlar?" Hazreti İsa ashki chiqib ketdi. Biroq u qandoq ko'tarilgan bo'lsa, kelgusida yana shundoq qaytib keladi, dedi. Shuningdan keyin elchilar Yerusalimdan bir chaqirimcha yiroqlikdagi Zaytun teg'i degan joydan Yerusalimga qaytib keldi. Ular shaharga kirib, o'zi turayotgan uyning ustungi qavatidagi hujraga chiqdi. Ularning orasida Petrus, Yuhanna, Yaqub, Ender, Filip, Thomas, Bartolomay, Matta, Halpayning o'g'li Yaqub, vatanparvar Simon va boshqa bir Yaqubning o'g'li Yahudalar bor edi. Ular boshqa e'tiqodchilar bilan doim bir yerga jam bo'lib, bir niyatda duo tilovat qilishadi. Ularning ichida Hazreti İsa'ning onasi Maryam, Hazreti İsa'ga egashgan ayollar va uning inlarimi bor edi. Shu kunlarning birida e'tiqodchilardan 120 ga yaqin kishi jam bo'lishdi. Ularning ichidan Petrus o'ri turib mundaq dedi: "Birodarlar, Hazreti İsa'ni tutib bergan Yahuda haqida muqaddas ruhning burun podsho Davud orqali oldin aytgan muqaddas yozmalardagi so'zlari amalga eshishi kerak edi. Yahudamu bizdek bir elchi bo'lib, biz bilan billa Xudoning xizmatida bo'lgan edi. Yahuda qilgan askilgi badiliga ega bo'lgan puliga bir parcha yer setib olib, shu yerda boshlab yiqilib, 3 oy qerini cho'lib o'ldi. Bu ishdan xabar topgan butun Yerusalim aholisi u ya'ni o'z tili bilan Haqal Dama deb atashdi. Buning ma'nosi qon to'kilgan yer demakdir. Petrus so'zini davomlashtirib mundaq dedi: "Zaburda podsho Davudning Yahudaga qartilgan mo'ni so'zlari bor. Uning uyi cho'lga aylansin, uningda hech kim o'ltirmasin va uning vazifasini boshqa bir kishi ustiga olsin." Shuning uchun Rabbimiz İsa'ning tirilganligiga biz bilan tang guvohlik berishi uchun Yahudaning o'rniga bir kishini
tanlashimiz kerak. Bu kishi Hazreti İsa Yahya payg'ambardan cho'mildirishni qabul qilgan kundan boshlab toki osmonga ko'tarilgan kungacha biz bilan boshdan oxir birga bo'lgan kishilardan bo'lsin, dedi. Shuning bilan ko'pchilik Yusuf laqimi Barsaba, grekcha ismi Yustus bilan Matiya degan ikki kishini oldiga chiqarib mundoq duo qilishdi. Ey Rabbimiz, hamma odamning ko'nglidagi yoshurun o'yi sana ayan. Yahuda o'zining vazifasini tashlab o'ldi va o'ziga tegishli yerga ketdi. Endi u tashlayotgan elchilik vazifasiga ega bo'lg'ichiga bu ikkilandan qaysisini tanlaganingni ko'rsatgin. Duodan keyin ular bu ikki kishiga chak tashladi. Chak Matiyaga chiqdi. Shuning bilan Matiya 11 elchining qatoriga 12-bo'lib qo'shildi.